Shu 100% ko'rtirganimda o'zim ancha hayajonlanib ketaman. Ancha men o'zi bir tanam a'zosi bo'lib ketgandi. Chunki tinmay taqib yurardim, lekin yoshligimdan o'zi ancha xira ko'rganman. O'zi başta 15-20 yildan beri achchiq taqib kelaman. Taqib kelardim. Va o'zi ko'zim o'zi kelib tekshirtirganimda 5-4% o'zi aniq tiniq ko'rgan, u 5-4%. Ancha men o'zi bir tanam a'zosi bo'lib ketgandi. Chunki tinmay taqib yurardim, lekin bundan bir qutulish yoki o'zim ko'zimni yaxshi ko'rish niyatim bor edi va shuning uchun YouTubedan, internetdan izlay boshladim. Shunda ko'z nuri klinikasi doktorlari tavsiyalari juda yoqdi menga. O'zi mutaxassisligi, apparatlari, keyin doktorlar bilan tanishib operatsiya qildirdik. Men o'zim ham qo'rqardim, to'g'risi boshda ancha qo'rqdim, yaxshi bo'ladimi? Mening ko'zim ancha yuqori, chunki -7+2 ga astigmatizm bor. 100% bo'ladimi, ko'ra olamanmi degan qo'rquv bo'ldi. To'g'risi, hozir ko'ryapman, haqiqatdan 100% ko'ryapman, operatsiya bo'ldi. Qo'rqinchli bo'lmadi, lekin ancha yaxshi bo'ldi, zo'r o'tdi. Barcha doktorlarga rahmat. Ko'zda muammosi bor. Men shunday menga o'shqa qo'rqib yurgan yoki ko'zda ancha yildan beri achchiq taqib yurganlarga kelib ko'rsin, tekshirtirib ko'rsin. Uncha qo'rqinchli emas ekan, yaxshi. Xudo xolsa, men ham o'zim boshda qo'rqardim. Achchiq taqib yurardim, achchiq tanam a'zosi bo'lib ketgan, to'g'risi. Tinimsiz taqib yurardim, chunki ko'zim xira ko'rardi. Hozir ancha yaxshi, achchiqni tashladim birdan. Doktorlarga Alloh quvvat bersin. Rahmat barchasiga. Juda samimiy odamlar. To'g'risi hammasi. Men boshdan tekshirgan, yordam bergan, operatsiyada qatnashgan doktorlar hammasi hozir ham kelib gaplashsam, aka-ukadek juda zo'r muomala qilishadi. Va haqiqatan mutaxassisligi kuchli doktorlar. Tavsiya qilib qolaman, agar kimdir ko'zini tekshirtirmoqchi bo'lsa, ko'z nuri klinikasi, ayniqsa Hikmatilla Ne'matullaevich juda yaxshi doktorlardan biri ekan.